Qabulimda har xil holatlar yuz beradi. Mana yaqindagina bitta qiz murojaat qilib keldi. To'yiga 2 oy qolganda to'y to'xtatilgan. Qiz juda ham depressiyada, tushkun holatda, kirib kelgandan yig'lab kirib keldi. Birinchi gapirgan gapi menga shunaqa yordam bering, iltimos deb Samarqanddan kelibdi. Qizi yoshi 19 yoshda adashmasam. Qarasam yuzi bitta tomonga qiyshayib yotibdi. Tortilgan, qiyshaygan yuzi. Nima bo'ldi desam, bu qiz 2 oy oldin yuz nervini nevrit o'tkazgan, ya'ni yuzdagi o'sha nervus facialis shamollagan. O'shaning hisobidan yuzi qiyshayib qolgan. Va bu qiz o'sha kasalxonaga murojaat qilib borgan. Keyin bu qizdan so'radim, qani nima lecheniyalar olding, nimalar qilishgan deb qarasam, to'g'risi hayron bo'ldim. Mana shokka tushirgan narsa lecheniyalar bir varro faqat batla yozilgandi. Yuz nervi shamollaganda butun dunyoda bir xil lecheniya qilinadi. Bu ya'ni o'zini standarti bor. Bu yerda birinchi bu biz gormonlar beramiz. Gormonlarsiz yuz qiyshaganda uni chiqarib olish juda qiyin masala. Va bu qizni men o'sha lecheniyasini qaraganimda yozilgan dorilar bir varro hammasi batla bo'lgan, batla bilan davolashgan. Vaholanki butun dunyoda bu yuz nervi nevropatiyasini o'zi gormon beriladi. Birinchi kundan boshlab gormon beriladi. Bo'lmasa bu holatdan chiqarib olish qiyin bo'ladi, ozgina qiyin bo'ladi. Endi nima demoqchimanki, men o'zim ham preventiv shifokorman. Men umuman e'tirozim yo'q batlaga, lekin bizda shunaqa holatlar bo'ladi. Bizda doказательный meditsina bilan davolashga to'g'ri keladi. Ya'ni unaqa paytda o'zini o'sha standartlari bilan kerakli preparatlar beriladi. Bo'lmasa aks holda mana shu qizga o'xshab bir umrga bu qiz endi bundoq olib qarasa bu qiz bir umrga qiynalib qoldi-da, chunki juda ham qiyshayish, juda ham qo'pol buzilgan. Yuzda shunaqa asimetriya qo'pol ravishda buzilgan, ko'zidan yosh oqib yotibdi. Endi bu ham o'sha ko'z yosh kanalidagi muammolar hisobiga ko'zdan yosh oqish holati, ya'ni beixtiyoriy yig'lamasa ham shundoq ham ko'zdan yosh oqish holatlari bo'ladi. Agarda sizda yuzda qiyshaysh holatlari, ko'zdan yosh oqyapti, lab burun burchagi tortilib qoldi yoki ko'z to'liq yumilmayapti bir tomonlama, shu kabi holatlar bo'lsa, zudlik bilan shu kuniyoq nevrolog shifokorga murojaat qilishingiz lozim. Yana shuni aytib o'tmoqchiman, ko'pchilik o'ylarkan, yuzi qiyshaysa bu insult deb o'ylashar ekan. To'g'ri, insultda ham yuz qiyshayadi. Agarda sizda bu insult bo'ladimi, yuz nervi nevriti bo'ladimi, zudlik bilan shifokorga, nevrolog shifokorga murojaat qilishingiz lozim. Chunki yuz nervi nevritida birinchi kundan to'g'ri lecheniya birinchi kundan qancha tez to'g'ri lecheniya qilinsa, shuncha asorat kamroq bo'ladi va tiklanib ketishi tezroq bo'ladi. Bunaqa holatda yuz nervi nevropatiyasida, ya'ni buni o'zini isbotlangan meditsina bilan davolanadi, ya'ni kerakli guruh dorilar beriladi. Bundan tashqari fizioprotseduralar berishimiz mumkin. Masalan, transkranial magnitная stimulyatsiya, elektroneurostimulyasiya, igloterapiya, massaj, bundan tashqari fizioprotseduralarni ham birgalikda olib borilsa, natija undan ham yaxshi bo'ladi. Masalan, sizda yuz qiyshaydi, siz shifokorga bordingiz. Shifokor tomonidan nimalar qilinadi? Avvalambor sizni yaxshilab ko'riladi, anamniz yig'iladi. Chunki yuz qiyshayshi bu faqat yuz nervi nevritida emas, faqat shamollaganda emas-da, bu boshqa holatlarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bosh miyada o'sma, qanaqadir объемное образование bo'lsa, o'sma kasalliklar. Bundan tashqari insultda ham yuz qiyshayshi mumkin. Shuning uchun ham birinchi navbatda shifokorlar sizlarni anamnezinglarni yig'adi, nevrologik status ko'riladi va boshqa kasalliklar bilan diagnostika qilinadi. Kerak bo'lsa, bosh miyani MRT tekshiruvi, bundan tashqari laborator tekshiruvlar ham o'tkaziladi. Agarda sizga nevrolog shifokori tomonidan birinchi kundan to'g'ri lecheniya olib borilmasa, unda sizlarda bir umrga yuz qiyshayib qolish ehtimoli bor.